2026 Lucid Air bu zamonaviy elektr avtomobillar orasida eng ilg'or va hashamatli sedanlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Lucid kompaniyasi ushbu model orqali nafaqat dizayn, balki texnologiya va quvvat jihatidan ham yangi standartlarni belgilashga harakat qilgan. 2026 yilgi versiyada avtomobil yanada mukammallashtirilgan aerodinamik shaklga ega bo'lib, tashqi ko'rinishi juda futuristik va minimalistik uslubda ishlangan. Old qismidagi ingichka LED chiroqlar va silliq kuzov dizayni unga juda premium va zamonaviy ko'rinish beradi. Ichki salon esa haqiqiy hashamat timsoli hisoblanadi. Unda yuqori sifatli materiallar, katta OLED displeylar va to'liq raqamli boshqaruv tizimi mavjud. Bu modelning eng katta afzalliklaridan biri uning yurish masofasi hisoblanadi. 2026 Lucid Air bir marta to'liq zaryad bilan juda uzoq masofani bosib o'tishi mumkin. Bu esa uni raqobatchilar orasida yetakchilardan biriga aylantiradi. Elektr dvigateli juda kuchli bo'lib, tezlanish juda silliq va tez amalga oshadi. Natijada haydovchi sport avtomobiliga xos hissiyot oladi. Batareya tizimi yangi avlod texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, tez zaryad olish imkoniyatiga ega. Avtomobil ichida sun'iy intellektga asoslangan yordamchi tizim mavjud bo'lib, u haydovchiga yo'l sharoiti, navigatsiya va xavfsizlik bo'yicha yordam beradi. Avtopilot funksiyasi yanada takomillashtirilgan va ko'proq holatlarda avtomatik boshqaruvni amalga oshira oladi. Shuningdek, xavfsizlik tizimlari ham yangilangan bo'lib, avtomatik tormozlash, piyodalarni aniqlash va yo'l chiziqlarini kuzatish kabi funksiyalarni o'z ichiga oladi. 2026 Lucid Air ekologik jihatdan ham juda samarali avtomobil hisoblanadi, chunki u to'liq elektr energiyasi bilan ishlaydi va zararli gazlar chiqarmaydi. Bu esa uni zamonaviy shahar hayoti uchun ideal tanlovga aylantiradi. Umuman olganda, bu model yuqori texnologiya, qulaylik va kuchni birlashtirgan premium elektr sedan bo'lib, kelajak avtomobillari qanday bo'lishini yaqqol ko'rsatib beradi.